Aziz o'rtoqlar, Mirzo Ulug'bekda joylashgan 6 sotixli mana shu ko'rib turgan qasr xonadonlarni hozir men sizlarga tanishtirib chiqaman. Tashqi fasadi juda ham chiroyli ko'rib turibsizlar, ichkarisi undan ham chiroyli, hozir kirganda ko'rasizlar. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'ysanglar, men tanishtirishni boshlayman aziz o'rtoqlar. Bu yoqda mana ko'rib turibsizlar, orqa hovlimizda ham bemalol mashinaga joy qilingan. Bu yoqda bo'lsa yashil maydonlarimiz bor, bemalol suvlarni sepib yozda dam olib o'tirsak bo'ladi. Bu yoqda bo'lsa bizning yozgi kuxnyamiz bor, qozon, o'choq, mangal, hamma narsalar sharoitlari qilingan. Bemalol yaqinlar bilan gap-pap, mayda-chuyda tug'ilgan kunlarni qilib maza qilib o'tirsak bo'ladi. Bu yoqda bo'lsa podvolga tushib ketadigan, ya'ni yerto'laga tushadigan zinamiz bor va bu yoqda sauna qismimiz bor. Bemalol saunadan foydalansak ham bo'ladi. Ruskiy sauna va o'zini hammom qismi, ya'ni dush qismlari bor. Yuvinish uchun sharoitlar hamma sharoitlari qilib qo'yilgan va basseynimizga bitta e'tibor berasizlar, juda ham chiroyli qilingan, zinalari bilan bu yoqda yosh bolalar uchun alohida maydonchasi ham bor. Bemalol o'tirib cho'milishsa bo'ladi aziz o'rtoqlar. Basseynimiz juda ham zo'r, o'zini fontanlari ham bor. Bu yoqda o'rtada yana bitta hovuzchamiz bor. Bu ham nima deydi, muzikalniy fontan, muzikaga o'ynaydi, juda ham chiroyli qilingan. Nari yoqda bizning yana chiqaverish, ya'ni glavniy asosiy eshigimiz ham bor. Bu yoqdan ham kirsanglar bo'ladi, bu yoqdan ham kirsanglar bo'ladi va hozir men sizlarni ichki qismi bilan tanishtirib chiqaman. Qani ketdik aziz o'rtoqlar. Mana aziz o'rtoqlar, uyimizning ichki qismiga ham tashrif buyurib oldik. Ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli. Aytib o'tganimdek, ichkari qismi tashqaridan ham chiroyli. Ko'rib turibsizlar, bu lounge zonamiz, ya'ni mehmonlarimiz kelib qolsa, bemalol shu yerga joylashtirib, maza qilib televizorlarni ko'rib, gaplashib, choylarni ichib o'tirsak bo'ladi. Yaxshi yumshoq mebellarni, turetskiylarini joylashtirib qo'yishgan, chiroyli qandillarni ilib, ichkarini oppoq qilib ta'mirdan chiqarib qo'yishgan. Bu yoq bo'lsa bizani oshxonamiz, ya'ni ayollarimizni sevib foydalanadigan xonamiz bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, boyoqdan chiqqan yaxshi mebellarni joylashtirib qo'yishgan. Hamma texnikalari Hoffman komplekt joylashtirilgan. Bu yoqda bo'lsa charm qoplamali yaxshi Turkiya mebellarini qo'yib qo'yishgan aziz o'rtoqlar. Bemalol yaqinlarimiz bilan, uydagilar bilan choy ichib, nonushtalarni qilsak bo'ladi. Bu yoqdan bo'lsa tashqariga chiqarish eshigimiz, hovliga chiqsak bo'ladi. Uyimizdan ko'rib turibsizlar, kafillari juda ham chiroyli terilgan, dit bilan ta'mirdan chiqarib qo'yishgan aziz o'rtoqlar. Kirganimizda o'ng qo'lda bizani ikkinchi xonamiz, ya'ni mehmonxonamiz, sovchilarni kutsak bo'ladigan, ya'ni ayollarimiz juda ham ko'p so'rashadi, sovchi kutadigan xonamiz qayerda deb. Mana shu xonani bemalol sovchilarni kutib olsak bo'ladi aziz o'rtoqlar. Bu yerga stol-stullarni joylashtirib, xolasak bu yoqda, xolasak o'tirib, televizorlarni yoqib olib, choylarni ichib, bemalol kutib olsak bo'ladi aziz o'rtoqlar. Ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli qandillari, televizorlari, komodlari, hamma narsalari sifatli materiallardan qilingan aziz o'rtoqlar. Yo'lida bo'lsa bizani umumiy sanuzulimiz bor, ya'ni yuvinish xonamiz, ko'rib turibsizlar, juda ham dit bilan bu yerda ham ta'mirdan chiqarib qo'yishgan. Hamma sharoiti bisyor. Ikkinchi xonamiz bu yoqda, ikkinchi eshigimiz, ya'ni yotoqxonamiz, master yotoqxonamizdan ko'rib turibsizlar, juda ham keng, kattagina qilingan, o'zini biralari, yumshoq kravatlari, bu yoqda bo'lsa o'zini ishkoplari, ya'ni kiyimlarni taxlash uchun kattagina ishkoplarimiz mavjud va bu yoqda o'zini alohida yana yuvinish xonasi bor. Ko'rib turibsizlar, kafillarni ham ustalarimizni dit bilan tanlab, chiroyli qilib ta'mirdan chiqarib qo'yishgan. Xo'p, endi bo'lsa uyimizni ikkinchi qavatiga o'tamiz, ya'ni 3-qavati desak ham bo'ladi, chunki pastda yerto'lamiz ham bor. Qani ketdik. Aziz o'rtoqlar, mana ikkinchi qavatga ham ko'tarilib oldik. Chiqayotganimizda ko'rsanglar bo'ladi, ustunlarimizni, ya'ni ushlagichlarimizni ham yaxshi yog'ochlardan qilib, yong'oqlardan ta'mirdan chiqarib joylashtirib qo'yishgan, juda ham chiroyli. Xo'p, kirganimizda bizani mana o'ng qo'lda qiz bolalar uchun yosh bolalar yotoqxonamiz mavjud. Juda ham qiz bolalarimizga mos keladi, ranglari, dizayni ko'rib turibsizlar, juda ham xushlar. Bu yoqda rozoviy pastellar, ya'ni pusht rangda yotoqlarni ham, yumshoq yotoqlarni joylashtirib qo'yishgan. Shkoplaridan muammo yo'q. Dars qilish uchun 2 kishiga stol stullari, kitob javonlari bilan chiroyli qilib qo'yishgan aziz o'rtoqlar. Bu yoqda mana komodlari ham bor, o'zlariga oro berish uchun. Xo'p, bu yoqda bo'lsa bizani kattagina holimiz bor. Ko'rib turibsizlar, ikkita komodlari, chiroyli kartinalar ilingan va tepa qismimizdagi, ya'ni ikkinchi qavatdagi katta master yotoqxonamiz, o'zini mana garderobniy shkoplari bor alohida. Bu yoqda bo'lsa ayollarimiz uchun komod qismi ham qilingan. Va bu yoqqa o'tganimizda yumshoq kravatlari, bu yoqda bo'lsa o'zini garderob qismi yana alohida kiyinish uchun va o'zini yana yuvinish xonasiga ega aziz o'rtoqlar. Juda ham kattagina master yotoqxonamizni maza qilib, kim olsa ham maza qilib yashaydi bu uyimizda. Ko'rib turibsizlar, hamma sharoiti bor. Xo'p, keyingi xonamizga o'tamiz. Keyingi xonamizda
Bu yoq ham master yotoqxona desak bo'ladi. Ko'rsanglar bo'ladi. O'zining yana sanuzeli bor, yumshoq kravatlari, tashqariga qaragan oynalari, kun ham chiroyli tushirgan, ko'rib turibsizlar. Yorug'ligi ham juda ham zo'r. Bu yoqda bo'lsa televizorlari, bu yoqda mana komod qismlari, eri xotin bo'lsa maza qilib yashaydi aziz o'rtoqlar. Xo'p, keyingi xonamiz ham umumiy sanuzilimiz tepadagi. Ko'rib turibsizlar, buni ham chiroyli ta'mirdan chiqarishgan, ranglari juda ham chiroyli. Bu xonamizni ofis sifatida foydalansak bo'ladi yoki o'g'il bola, yosh bolalarimizga yotoqxona qilib bersak bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, chiroyli dizayn, bu yoqda bo'lsa shkoflari, javonlari, hamma narsalari tayyor aziz o'rtoqlar. Endi bo'lsa birinchi qavatga tushamiz, ya'ni yerto'la qismimizni hozir tanishtirib chiqaman, qani ketdik. Aziz o'rtoqlar, uyimizning 3-qismi, ya'ni yerto'la qismiga tushib oldik. Ko'rib turibsizlar, juda ham keng, bu yerda ham bitta katta uy desa ham bo'ladi, juda ham keng, xonalari juda ham ko'p. Hozir men sizlarni tanishtirib chiqaman, birma-bir eng qiziq joyi bilan tanishtirib chiqay. Birinchi bo'lib, bu bizning namozxonamiz bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli oyatal kursi, bu yoqda bo'lsa kunut duolarini, Makkani rasmlari bilan chiroyli qilib tushirib qo'yishgan. Aynan shu joyida videoni yaxshi niyatda ya Malikul mulk deb niyat qilib qo'ysanglar, inshaalloh sizlarga ham shunaqa xonadonlar nasib qiladi degan umiddaman aziz o'rtoqlar. Xo'p, qani ketdik. Davom etamiz. Uyimizni keyingi xonalariga o'tamiz. Bu xonalari garderobli xonalari, ko'rsanglar bo'ladi. Buni ya'ni omborxona o'rnida foydalansak bo'ladi. Kerak emas narsalarni joylashtirib, banka-monka, bu yoqda bo'lsa kiyimlarimizni, ya'ni mavsumiy kerak emas kiyimlarimizni joylashtirib qo'ysak bo'ladi aziz o'rtoqlar. Xo'p, keyingi xonamiz juda ham keng bo'lgan kattagina lounge zona, ya'ni xohlasanglar bu yerga stolni tennis yoki bilyard joylashtirib yoki kinoteatr qilib bemalol foydalansak bo'ladi. Yaqinlar bilan hordiq chiqaradigan yaxshi xona bo'lganingiz o'rtoqlar. Bu yoqda bizani tashqariga chiqib ketadigan, ya'ni hovliga chiqadigan eshigimiz zinadan chiqsak bo'ladi. Tepalari yopilgan, suv, hech narsa o'tmaydi aziz o'rtoqlar. Bu yoqda bo'lsa kiyim yuvish xonamiz, ikkita dona kir yuvish mashinalari bilan joylashtirib, chiroyli qilib qo'yishgan, shkoflari, hamma narsalari tayyor turibdi. Ayollarimiz qiynalmasdan maza qilib kirlarini yuvishadi. Aziz o'rtoqlar, bu yoqda bo'lsa uyimizning yuragi bo'lgan kotelniy sistema qismi, ko'rsanglar bo'ladi, hamma narsalar, texnikalar tayyor turibdi. Uyimizning to'pli pollarini shu yerdan isitib, issiq suvlarini boshqarsak bo'ladi aziz o'rtoqlar. Aziz o'rtoqlar, uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, 1.250.000 AQSh dollarida yana kelib ko'rsanglar, chiroyli narxda baraka qilib berib yuboramiz. Sizlar bilan Nodir uylar bo'ldi, hammalarga omad.